Hammaga salom. Bugun sizlarga do'stlarimni tanishtirib chiqaman. Bu boksyor, yoshligidan boksga qiziqadi. Bu dasturchi har xil xakerliklarni biladi. Xakerlardan xabari bor. Xullas, kompyuterni juda ham yaxshi tushunadi. Bu jinoyatchi, o'g'ri. Xullas, buning shogirdlari juda ham ko'p. Bu sizlar tanigan Joxa, bu harbiy. Va kamindagi kamtarin men. Mana bu to'rtalasi biladigan hamma ish qo'limdan keladi. Unday bo'lsa videoga ketdik. Xullas bolalar, sizlarni yig'ishimdan maqsad eslaganinglarda Martin bizga hujum uyushtirgan. Qarochi bizni tutib olsa dabdalamizni chiqaradi. Uni odami ko'p, bilasizlar. Shuning uchun sizlar u hujum qilishdan oldin biz yashirincha hujum qilishimiz kerak. Heders, Joxa, ikkalalaring xullas armiyada qatnashgansan, biring boksyorsan, xullas borib uni odamlarini asirlikka olishlaring kerak. Asirlik emas, endi odamlarni yo'q qilib kelishlaring kerak, qarochi. Martinni meni qo'limga olib kelib berishinglar kerak. Martin bugun bizning oldimizda bo'lishi kerak, tushunarlimi? Unday bo'lsa sizlar ikkalanglar boringlar. Sizlarga shunaqa iltimos-man nima desam bo'ladi, boringlar tezroq olib kelinglar Martinni meni oldimga. Tak. Bu biratalar qayerga ketdi? Ishing nima? Sen ham shu yerga tur, nimaga kech kelding? Ishlarim chiqib qoldi. Tezroq kelgin bugundan keyin, tushunarlimi? Bildi. Xullas sizga sizni shogirdlaringiz ko'p, sizdan boring, shogirdlaringizni qilib keling. Xullas, sen menga qara, sen ikkalamiz hozir bitta joyga o'tib kelishimiz kerak. Yur ortimdan, sen ko'chaga chiqib tur, mashinani oldiga. Hozir chiqaman, men bitta narsalarimni oladi. Bu yerda mana bu qurolni olaman. Bo'ldi, menimcha yetadi. Xullas, Martin bilan biz nima desam bo'ladi, ashaddiy dushmanlarimiz. Shu uchun hozir biz Martinga hujum uyushtirmoqchiman. Bilmadim bu qanaqa bo'ladi. Heter bilan Joxaga ishonaman, ular o'z ishini ustasi. Shu uchun u ikkalasini jo'natim, biri harbiy, biri boksyor. Xullas shunaqa. Kutib turibsanmi mashina oldida? Ketdingmi? Ketdi. O'tir mashinaga. Orqaga o'tirgan, oldiga o'tirsang gay ushiydi. Hazillashyapsizmi? Yo'q, orqaga o'tirdim, yo'q, hazillashaman sen bilan. O'tirdim. Haydami? Ketdik unda bo'lmasam. Xo'p, sekin orqaga zadniy qo'yamiz. Mashina haydashni bilasizmi o'zi? Men mashina haydab yurganda sen hali mayli bu yog'ini gapirishim shart emas. Nimada bo'ylaysan, Heder bilan Joxa eplay oladimi? Ular o'z ishini ustasi-ku. To'g'rilagan gaping. Mayli, bu tomonga sekin burilamiz. Nimaga sekin yuryapsiz? Mashina charchaganda yangi olishim. Rechka mana pulni oldi, magazinga chiqib kel. $100 nima olishim mumkin? Magazinda bor narsani olib kelar, xullas yeb o'tirishga. Biza buncha narsani qayerdan oldinglar desanglar? O'tgan safar boshqacha edi-yu, biza bankni o'mardik. Xullas, bankni o'marganimizdan shuncha yangiladik studiyamizni, bazamizni, qarochi biza bazamizni yangilab tashladik. Heder va Joxa uchun mana yerda mashq qiladigan narsalar oldik. Bu yoqda yangi kompyuter oldik Fred uchun. Ko'rib turganinglarda, Mark uchun bunday seyf shunday narsalar oldik, unga kerak bo'ladi. Menga o'zimizga kerakli narsalar oldik. Mana bu ichida narsalar bor, yeb ichishga. Mana bu yerga stol yangiladik. Xullas, bazamizni yangiladik biz. Anchagina pul o'mardik bankdan. Xayriyatki hali ham qo'lga tushganimiz yo'q. Yaxshi. Xo'p, endi Heder kelguncha biza Fred kelguncha biza nima qilamiz? O'tirib turamiz yoki sizlarga men xonani tanishtirib chiqaman. Mo'shni tanishtirib chiqqanimdan ham foyda yo'q. Hatto hammaylar buni bu yerga aytgancha bizda pul ortib qolgan. Mana bu chemadanda pul ortib qolgan bizda hozir. Mana kodi 23. Xo'p. Mana shuncha pul ortib qolgan bizda. Shu uchun puldan problema yo'q. Xullas, hozircha bu pul bilan biz yana 2-3 ta bankni o'marib ketamiz boshqa davlatga. Xullas, shunaqa planlar bor. Hozircha bilmadim, mayli ko'ramiz. Tak, stop, nima Fred hali ham kelmayapti? Do'kon uzoqroqda edi, mayli.
uni kutamiz. Xo'p, yana nimalarni ko'rsatsam bo'ladi? Bo'ldimi shu? Menimcha mana bu yerda kompyuter juda ham qimmat bo'ldi. Eng qimmati shu bo'ldi menimcha. 5000 emas, $3000 ga tushdi. Shuni hammasi ko'rib turganinglardek juda ham ajoyib bo'ldi. $3000midi? $3000 edi yoki 2500 yoki $3000, xullas nima farqi bor? Xo'p, balkim o'tirib bir ishlatib ko'rarmiz. Kompyuterni qanday ishlatishni ham bilmayman, lekin tushunaman-ku endi bunday nima desam bo'ladi, bu zamonaviy kompyuter bizni paytda bunaqa bo'lmas, yomg'ir ham yoqib yoribdi. Xo'p, ichkarida olib kelgan narsani qara. Ikkita hot-dog bilan kola olib kelding. Qani qolgan pul? Solib qo'ydim seyfga. Jo'xaga yordam kerak, o'q tegdi unga. Nima? Qanaqa o'q yana? Yur, to'xta. Shoshma. Nima bo'ldi yana? Shu kerakmidi menga? Qochib tur. Qayoqqa turibsan, ey? Men o'tib ketay. Jo'xa, nima bo'ldi sizga? Tinchlikmi? Jo'xa, nima qildi Jo'xaga? Qochayotganimizda o'q otdi orqadan. Kim? Martinni yordamchilari. Nima? Aptechka olib keldingmi? Yaxshi. Jo'xa, uxlab qolmang faqat. Jo'xa, to'xtab turing. Hay, nimaga olib qo'yding, mayli. Jo'xa, nima bo'ldi sizga? Voy, shu kerakmidi shu narsa menga? Jo'xa, skori chaqiramiz. Doktorni chaqirma, meni kunim bitdi shekilli. Bu nima deganingiz? Chaqiramiz hozir doktorni, hali ko'p yashaysiz. Jo'xa. To'liq ayt, nima bo'ldi, Xeyder? Xullas, qochayotgan paytimizda ularni ko'pini yo'q qildik. Qochayotgan paytimizda o'q otgandi menga. Jo'xa o'zini o'q otdi. Shunaqa gaplar. Yo'q. Jo'xa. Bekor qilibsiz-da. Nima qilamiz? Hozir skorini chaqiradigan bo'lsak, bizdan tutib olishadi. Chunki Bakitni o'marganmiz yaqinda. Bolalar, sizlar bilan eng yaxshi damlarimni o'tkazdim. Sizlarni yaxshi ko'raman. Nima? Jo'xa, nimalar deyapsiz? Jo'xa. Bolalar, nafas olmayapti. Nahotki Jo'xa o'ldi. Shuncha yillik do'stim. Hech o'ylamagandim bunaqa ajralamiz deb. Shuncha yillik. Nima? Deyarli 15 yildan beri do'stmiz. Seni tushunib turibman, Reddi. Kel, Jo'xani biror nima qilaylik. Yolg'iz qolmoqchiman, Xeyder, iltimos. Tushundim. Jo'xa. Nimalar qilib qo'ydim? Hammasi meni deb bo'ldi. Shu yoqqa jo'natmasligim kerak edi. Endi nima qilaman? Jo'xa. Nahotki endi Jo'xa yo'q. Usiz nima qilamiz, bilmadim. U ishonganim edi. Nima qilaman endi? Nimaga ham shu yoqqa jo'natdim Jo'xani? Nega ham bu ikkalasini jo'natdim? Bilardim ular ko'pchilikligini, lekin men bularga ishongandim. Ammo Jo'xa nahotki men buni bunday qo'ya olmayman. Yo'q. Men buni shundayligicha qoldirmayman. Men Martinni qiynab, azoblab bo'lsa ham o'ldirishim kerak. O'zim o'lsam ham Martinni ham o'ldirishim kerak. Bo'lmaydi bunaqasi. Xo'p. Jo'xa. Bo'lar ish bo'ldi, bolalar. Nima qilamiz endi? Ketamizmi endi? Mayli, sizlar borib turaveringlar. Men ortlardan boraman, hozir yetib borib qolaman. Ne bo'lsa ketdik, Reddi yolg'iz qolish kerak. To'g'ri. Mayli, boraveringlar. Men keyinroq boraman. Reddi, ko'p yolg'iz qolma. Tushunarli. Jo'xa. Meni kechiring. Hammasi meni deb bo'ldi. Agar shu yoqqa sizni jo'natmaganimda, balkim hozir yonimda bo'larmidingiz. Mayli. Nima bo'lganda ham bo'lar ish bo'ldi. Sizni unutmaymiz, Jo'xa. Lekin Martinni aniq o'ldiraman. Ko'rib turganinglardek, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Albatta, video qoniqarli bo'ldi degan umiddaman. Kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing. Albatta, keyingi videolar chiqishi uchun sizlardan 500 tagina like so'rab qolamiz.
Keyingi videolarda qanaqa youtuberlar qatnashishini ham kommentariyada yozib qoldiring. Reklama xizmati kerak bo'lsa Telegramdan murojaat qiling.